Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Yangi ishimiz Farg'ona Oltiariqda boshladi. Xudo xolasa zakatobkada tayyor qo'yishga. Zina magazinning zinasi bu. Bu yoq old tomoni yondan chiqib bitta plashadga tepaga chiqib ketadi. Zinamizning eni 1.10, tikkaligi 15 cm dan, oyoq qo'ygani 29 cm dan bo'lgan. Armaturalarni ham chiroyli qilib to'qib, begona armatura ishlatganmiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, albatta Beksinlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab 3-4 kun Xudo xolasa Farg'onada bo'lamiz. Bu yerda keyingi ishimiz Yozyovonda. Bizani Farg'ona yili kuzatib turgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha ishni sifatli qilib bitirib beramiz. Sizning tepadan ko'rinishi. Xudo xolasa chiqib tushishda umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Kuzatib turinglar, betondan keyin videosini ham qo'shib ijtimoiy tarmoqqa joylaymiz. Hammaga rahmat kattakon, sog' bo'linglar. Kech bo'lishiga qaramasdan zinani tayyorlab bitkazdik. Soat millarimiz 20:08 bo'ldi. Xudo xolasa sizlar xizmat uchun Beksinlar aloqada bemalol telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat kattakon, sog' bo'linglar.